Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Do'stlar, mana Dino moshin bozoriga kelib oldik. Xudo xolasa, moshin bozori narxlarini chiroyli qilib obzor qilib berishlikka keldik. Sizlar maksimal like bosib tursanglar, kanalga obuna bo'lib tursanglar bo'ldi do'stlar. Chotki videolarni arzon narxlarga qo'yib berishlikka harakat qilamiz. Dehqonlardan olib iloji boricha do'stlar. Keyin Telegram kanalimizdan doim eslatamiz do'stlar. Bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz. Sotilishi ham o'shanga yarasha zo'r dehqonlarning mashinasi qo'yilyapti do'stlar. Xo'p, o'zim savdolashtirib qo'yapman-da Telegramga do'stlar. Kanal silkasi opsiya va kommentariyada bo'ladi. Xo'p, bu videomiz bo'lsa inomarka bo'ladi. Iloji boricha shu Malibu mana shunaqa jitorlarni olamiz. Aytganimdek like bosish esdan chiqmasin. Ketdi, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, jitordan boshlab olamiz. Inomarkadan boshlaymiz do'stlar, xudo xolasa. Yili necha dedingiz buni aka? 2023. 2023-yilda ishlab chiqarilgan X70 Plus dedingiz, ha? Plus 1.6 motorligi dubayskiy varianti ekan do'stlar. Kaputini ochib olsak bo'ladimi? Bitta ko'rsatib boraylik motorlarni ham. 360 kamera, mana bunaqa diskalari do'stlar, ko'rib turibsizlar. Balonlarni ko'rishlar mumkin. Yangi bo'lib turibdi mashina. Mana do'stlar. Bu benzinda, benzinda ekan do'stlar. 1.6 motor. Ekonomik nima bu aka bu motor? Juda ekonomik. Juda ekonomik. Qancha edi yuziga? Mana 360 kameralari ham bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Ha? Beskuluchvoy do'st, iya mana shu. Elektronli polik chixol, mana o'zini barlari, monitorlar ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli turibdi. Qancha yurgan bu aka? 47 ming. Salonni ko'rishingiz mumkin. Mushni turibdi lekin. 47 ming yurgan, ha? Xo'p, mana do'stlar. O'zi chiroyli chiqargan do'stlar, jitorda. Juda ham chiroyli chiqargan. Orqa taraflarini mana ko'rishingiz mumkin jigarlar. Juda ham keng. Hamma xususiyatlari bor do'stlar. Abdul Magarib deysizlarmi? Taglari, bagajlar sensor, oyoqdan neft ochiladi. Yo'q-a? Aqtimni ochsak bo'ladimi? Sizga ochilmaydi. Egasiga ochish kerak. Молодец. Kanalga oching aka. Rasm bitta ko'rsataylik. Nomerlari ham juda chiroyli nomerlar. Oqibat anoqlari ham, sig'imlari ham katta do'stlar. Shunday mumkin. Bunga propan solib qilsa bo'ladi, ha? Onda bo'ladi. Bo'ladi. Metan ham qilsa bo'ladi. Metan bo'lmaydi, bu Propan qilsa bo'ladi. Turbina motori bu. Turbina. Bo'ldi. Значит, propan solib qilsak bo'ladigan do'stlar. Ekonomik motor, turbina motorligi 1.6 do'stlar. Aka, endi buni narxini qancha aytasiz? Narxini 280 million deyapman. 280 million aytyapsiz? 280 million deyapman. Rossiyaga musofirga yurgan bunda musofirning pullarini bir ikki kun o'tib beraman, musofirga yurgan olayotganlar. Akalarga. Akalarga. Aka bozor so'ragani qancha bo'ldi o'zi? Bozor so'ragani hozir so'rab o'tiribdi 52. Ha, 252. 252 so'rab o'tiribdi. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 94lik 94lik 266 266 29 49. 29 49. Aka qanchalar bo'lsa beramiz, Jilani qancha aka? Qanchadan o'tsa beraman deyapsiz? 65 dan tepasiga beraman. 65 dan tepasiga. Tepa ham demang, 5 bo'lsa ham berib yuboring. Bo'ladimi? Ha, bo'ldi, ha. Issiqning kunida. Xo'p do'stlar, nima bor ekan? Xo'p do'stlar, 60 dan tepasi dedi, 5 dan o'ziga berib beradi do'stlar. Telefon qilinglar, yana ham gaplashasiz, naqd pul bo'ladigan bo'lsa. Variantga berasizmi? Barter variant yo'q, faqat naqd pul, ha? Bo'ldi. Qayerdansiz? Sheroboddan akamiz do'stlar, barterga variant yo'q ekan, naqd pul bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib beradigan yo'li bor ekan do'stlar. Telefon qilinglar, bog'laninglar. Mayli aka. 2019 dedingiz, ha? Do'stlar, qora Malibu so'raganlar ko'p edi. Videoga maksimal like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa chiroyli obzor bo'ladi, men aytganimdek do'stlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora svetda o 2.4 atmosferli motorli Malibu 2 bor ekan do'stlar. Ana ko'rishingiz mumkin o'zining diskalarida, balonlari ham juda chiroyli, ya'ni yangidek bo'lib turibdi do'stlar. Beskuluchvoy do'stov. Elektronli chixol polik qo'yilgan ekan do'stlar. Barlar bor, o'zini barlari, monitorlari. Xo'p, praviga 68 ming yurgan ekan do'stlar. Xo'p, lyuklari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Salon akkuratni turibdi do'stlar, yomon emas. Holati ideal. Mana gaz qo'yilmaganmi aka? Benzinda mashina. Kraskasi qanday? Kraska yo'q. Toza. Petnolari ham yo'q. Bo'ldi. Narxini qancha aytasiz aka buni? 68 ming? Ham bo'ldi men senga. 125. 125 million. Dollarga qancha bo'ladi shunda? 25 ming. 25 ming aytilyapti do'stlar. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 91lik 510
Ha? 4 tane. 4 ta 0, 510 4 ta 0 ha. Qancha so'radi buni o'zi bozor? So'ragani bormi? 300 gacha so'mda. Qayerdansiz? Sho'rchidan. Varianti bormi aka buni? Barterchi? Faqat naqd pul. Kelishtirib berasiz, ha? Xo'p, do'stlar, kreditga imkoniyati bor ekan, ya'ni bank orqali imkoniyati bor ekan, keyin naqd pulga sotiladi ekan variant, barter imkoniyati yo'q ekan do'stlar. 68 ming yurgan ekan, bir tomchi kraskasi yo'q ekan do'stlar. 2.4 motorliga do'stlar. Mana disklari ham turibdi, mashina xullas, sassenasi yaxshi turibdi do'stlar. 300 milliongacha savdosi bo'lgan ekan. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Kelishtirib beramiz deyapti. Telefon qilinglar, sho'rchini mashinasi do'stlar. Do'stlar, Equinox'da zorini so'raganlar uchun, xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora svetda Equinox bor ekan do'stlar. Xo'p, 23 ming naqd qo'yilayotgan ekan bunga. Xo'p, o'zini mana diskalari, qora diskalarda balonlari ham yangi bo'lib turibdi do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, beskuluchvoy доступ, elektronli. Mana bunaqa poliklar tashlangan, kojinni salon, mana ko'rishinglar mumkin, lyuklari bor do'stlar. Xo'p, mana o'zini mana to'rlari 133 ming yurgan ekan mashina lekin. Mana do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, 23 ming narx qo'yilayotgan ekan. Bu kraskasi tozamidi? Men ham Kraskasi tozami? 20 ga naqd bo'lsa beraman. Borib ko'ring. Hozir Tayzaka motorlarini yuvyapti. Oldini uch qilganman. Kraska yo'q-a? Toza. Metan. Qancha so'radi buni o'zi? Naqd pulga. Telefon nomeri aytib yuboring aka. 95lik 247 Xatovoy titmaydi. 01 10 bo'ldi. Gaz qo'yilmagan bunga? Benzinda yurgan. 133 ming yurgan ekanda bular. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, do'stlar, 21 mingdan oshib so'rabdi. O'zinglar uchun telefon qilib, bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Aka, variant ham qilib berasizmi buni? Bank? Faqat bank imkoniyati bor, ha? Qayerdan sizlar? Barterga qanday mashina? Ha, bo'ldi. Do'stlar, barterga imkoniyati bor ekan, keyin bankka imkoniyati bor ekan, naqd pulga imkoniyati bor. 3 xil yo'li bor do'stlar. Telefon qilsanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib beradigan yo'li bor do'stlar. Yili necha dedingiz aka? 2009-yil. Zavodskoy. Xo'p, do'stlar, Kia Carnival so'raganlar uchun xudo xolasa mana bitta chiqibdi. Qolganlari chiqmasdi o'zimizda. Toshkentlarda ko'p, endi o'zimizda kam. Kia Carnival so'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgani Zavodskoy. Propan dedingizmi? Metanmi? Propani bor. Metan ham ustanib qilingan ekan. Qop-qorasi do'stlar. Kapotni ochib yuboring-da. Necha motorligi bu? 2.7. 2.7. O. 2.7 motorligi ekan do'stlar. Olib ko'ramiz. Metallarni ustanib qilinganligi. Zavodskoy propani bor ekan. Avtomat korobka do'stlar. Mana motorlarni ko'rishinglar mumkin. Mana Metan ham bor aytgandek. Qansini, pansini hamma yo'q bor-da, kraskasi qanday buni? Kraskasi qanday resmo? Kraskasi bir joy petnosi bor. Petno bor, ha? Ichiga o'tmagan udar yo'q, to'g'rimi? Xo'p, mana o'zini ko'rishinglar mumkin. Balonlari ham juda zo'r turibdi do'stlar. Sassenasi. Xo'p, polik chixol, bar, hamma yo'q bor do'stlar. Mana avtomat korobkaligi. Yurgani 253 ming yurgan ekan do'stlar. Oilaviga juda zo'r do'stlar. Buni olib Toshkentga qatnaysa ham bo'ladi. Soqqa qiladigan yo'llari ko'p bunda. Xo'p, yopilishi. Mana metanlari. Ustalik metan. Xo'p. Kapiskalar bor, benzinga ham yuradi, ha? Yo'q, faqat Propan, metan yuradi. Bo'ldi. Ikkita. Bu qarang, narxini qancha aytyapsizlar buni? Buni 160 ta. 160. Bozor so'radimi? Bozor yo'q. So'ragan yo'q hali. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 95lik 134 96 96 96. 96 ekan bo'lsa. Variantga ham berasizlarmi? Variant agar Bir 100 million naf qilsa. 100 million nalichi bo'lsa variantga beramiz. Cobalt, mashinalarga ham ko'ramiz. Barter ham bor. Barter ham. Значит, bo'ldi. Naqd pul bo'lsa, biz kanaldan chiqsa, o'zi ko'radi, yaxshi odam ko'radi, like bosadi, ko'p odam Agar ko'radi. sizni kanalingizdan kelsa, skidkasi bor. Skitkasi bor. Bir 5 million so'm o'tib bering, bo'ladimi? Bo'ldi, agar 5 million so'm skidkasi. Bo'ldi.
Do'stlar 5 million so'm skitkasi bo'ladi. Biz kanalda aytasizlar, ya'ni promo kodni aytib telefon qilsanglar 5 million so'm skitkasi bo'ladi ekan do'stlar. 100 million berib variantga ma'qulsa bo'ladi ekan, keyin barterga Cobotlarga ham imkoniyati bor ekan. Ya'ni Gemdi mashinalariga do'stlar bemalol telefon qilib bog'lanib qolgan ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Qayerda mashinasi bu o'zi? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'onning mashinasi ekan do'stlar. Mayli, rais. Xo'p do'stlar, Kia Cabbage so'raganlar uchun sizlarga oppog'ini bozordan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Yili nechi buni aka? 21 ha? 21-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. Uzunanolarda, diskalarda ta'mirlovkalari bor, beskilichoy dostуп, elektronniy qo'lik, kujinni salon, ballari bor, uzun monitorlari. 112 ming yurganmi? 112 ming liklari bor. Bu nechinchi pozitsiya bu? 5. 5-chi pozitsiya. Ha, panorama ruk aytildi bo'lar ekan. Bunga gaz pas qo'yilgan yo'qmi? Benzinda. Bo'ldi, benzinda yurgan mashina ekan. Xo'p, mana kraskasi qanday buni aka o'zi? Petnoy yo'qmi? Молодец. Do'stlar, narxini 24 mingdan sal o'sib turgan ekan, ya'ni 300 million so'mda aytib turgan ekan do'stlar. Buni qancha baho qo'ydi bozor? 19 ming so'radi. Ha, 18 dan 19 gacha so'rab turgan ekan. Telefon nomeri bor ha? Ayting. 94 587 00 91. Qancha bo'lsa beraverasiz, Respo? Biz kanaldan so'rasa. 18 ming so'rayapti deyapsiz. Ha, 18 ming. Qancha? Dollarda qancha bo'lsa berasiz? Dollarda aytaylik qani? 18 so'rab, 18 bermadi. 19 dedi, yo'q dedi. Ha? 20 dan o'tsa ham. 20 bo'lsa ham bering. Bo'laman, bozordan 2 ming ko'tardi zo'r degan aka. Yo'q, shunday. Do'stlar, kanaldan bu qiziqib telefon qilsin shuni. Yo'q, 20 dan o'tsa katta. Hozir o'tsa, variantga ham berasizmi? Endi variant bank bo'lmasa. Qarang, 100 million, 150 million pul bo'lsa. Yo'q, undan necha katta narx. Sal ko'proq bo'lish kerak, ha? Narx pul bo'lsa, shunisi yaxshi bo'lsa. Ha. Narx yaxshi-da. Bartergachi? Mashin kerak emasmi birinta? Ko'rish kerak degan bas. Cobot bo'lsa, ha? Qanday mashina, nima mashina ko'rsin. Do'stlar, agar mashina yoqadigan bo'lsa, barter ham qiladi ekan, imkoniyati bor ekan. Variantga sal qiyin deyapti, naqd pul bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha chiroyli qilib beraman deyapti do'stlar. 133 ming yurgan ekan, kraskalari 100% toza ekan, 5-pozitsiyasi do'stlar. Panorama look. Xullas, mashina sostenasi yaxshi, yomon emas. Bozor 18 ming so'ragan ekan, 19 gacha. 20 dan ozroq o'tadigan bo'lsa, kelishtirib beraveramiz deyapti do'stlar. Qayerdan sizlar? 4 ta balon yangi. Sherobodda mashinasi do'stlar. Moylari almashgan, xarajat qilingan. Bo'ldi, xarajatlari ham qilingan ekan do'stlar. Dokumentda ham muammosi yo'qmi? Bo'ldi. Faqat naqd olingan, naqd sotiladi. Bo'ldi. Do'stlar, Captiva ham ko'rsatib ketaylik. Malibu ko'rsatdik, hamma mashina ko'rsatdik, Captivani ko'rsatmayapmiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangda 3-pozitsiya Cobalt bor ekan do'stlar. Xo'p. O'zini ko'rib turibsizlar, balonlari ham yaxshi holatda ekan. Kraskasi qanday buni? Tozami? Kraskasi tozami? Assalomu Kapotimni uchiga bor bu yerda. Bitta kapotida, oldi kapotda 3ida bor ekan do'stlar. Uni ko'rsatib o'radi desanglar. Kujinni salon, barlari bor. Avtomat. Yurgani qancha buni? 241 ming. 241 ming. Yuklari ham bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Pozitsiya Captiva so'raganlar uchun. Buni narxini qancha aytyapsiz? 12. 140 aytilishi. 12 aka. 12 dedi. 140 million aytilishi ekan do'stlar. So'ragani qancha bo'ldi bozor? 123. 123. Telefon nomeri aytib yuboring-da. 91lik. 91lik 902 902 07 07 07. Qanchalar bo'lsa berib yuboramiz? 140 deyapti. 300 dan tepasiga. 30 dan tepasiga. ham bor. Ha, betonlari bor. O, variantga berasizmi? Variantga. Ko'ramiz. Kelsa bo'ladi. Barterchi? Barter ham bo'ladi. Barter ham bo'ladi. Bo'l, qayerdansizlar? Dinodimmi? Bo'ldi. Do'stlar, metanlari ham bor ekan. Xo'p, kapotda ichida bitta petonsi bor ekan. Xo'p, variantga ham kelishamiz deyapti, barterga ham imkoniyati bor deyapti mana do'stlar. Metanlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkita dona qo'ygan ekan. 2-3 qilingan ekan do'stlar. 3 emas ekan, 2-3 qilingani. Telefon qilsanglar bo'ladi, bog'lansanglar do'stlar. 140 million aytilishi ekan.